Agar siz pensiya olsangiz yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, pensiya miqdorini onlayn tekshirishni bilmaslik bugun juda katta xato bo'lishi mumkin. Chunki bitta noto'g'ri kiritilgan ish staji, bitta ko'rinmay qolgan ish haqi ma'lumoti yoki bitta hujjatdagi tafovut sizning pensiyangiz oyma-oy kam chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu faqat bugungi to'lov haqida emas, balki yillar davomida yig'ilib boradigan pul haqida gap ketmoqda. Men bugun sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni bosqichma-bosqich oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot pensiya yoshidagilar uchun ham, ota-onasining pensiyasini tekshirmoqchi bo'lgan farzandlar uchun ham, hali pensiyaga chiqmagan, lekin kelajakdagi huquqlarini oldindan bilmoqchi bo'lgan har bir fuqaro uchun ham juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men ko'pchilik e'tibor bermaydigan xatolar, istisnolar va pensiya miqdori nega kutilgandan kam chiqishi mumkinligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari pensiya miqdorini bilish uchun odamlar ko'pincha tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishga majbur bo'lardi. Navbat kutish, hujjat ko'tarib yurish, xodimdan ma'lumot so'rash, ba'zan bir necha marta qatnash kerak bo'lardi. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun bu juda noqulay edi. Kimdir sog'lig'i sabab bora olmaydi, kimdir qishloqda yashaydi, kimdir ishlaydi va ish vaqtida bo'limga borishga imkon topolmaydi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirilgani sababli pensiya bo'yicha ko'plab ma'lumotlarni internet orqali tekshirish mumkin. Buning uchun odatda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni MyBonGov.uz, OneID tizimi pensiya jamg'armasining elektron xizmatlari yoki ayrim hollarda bank ilovalari va SMS xabarnomalar yordam beradi. Eng muhim narsa shuki, fuqaro o'ziga hisoblangan pensiya miqdori, to'lov holati, ayrim ma'lumotlarning to'g'riligini uydan chiqmasdan nazorat qila oladi. Lekin men shu yerda bir narsani aniq aytib qo'yaman. Onlayn tekshirish degani hamma narsa avtomatik to'g'ri degani emas. Tizimdagi ma'lumotlar, hujjatlar, ish beruvchilar tomonidan topshirilgan hisobotlar, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi va boshqa manbalarga bog'liq. Agar biror davr tizimga tushmagan bo'lsa, agar ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, agar familiya yoki pasport ma'lumotlarida tafovut bo'lsa, pensiya hisob kitobida farq paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun onlayn tekshirish faqat qiziqish uchun emas, balki o'z huquqingizni himoya qilish uchun zarur amaliy qadamdir. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi? Birinchi navbatda pensiya miqdori nimaga bog'liqligini tushunish kerak. Odatda pensiya hisoblanayotganda ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari yoki tegishli to'lovlar, ayrim imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik kabi huquqiy asoslar inobatga olinadi. Ya'ni pensiya shunchaki falon yoshga yetdim, menga bir xil pul beriladi degan tizim emas. Har bir odamning mehnat faoliyati, rasmiy daromadi va hujjatlari alohida ahamiyatga ega. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Akmal aka 60 yoshga yaqinlashmoqda. U 25 yil zavodda ishlagan. Keyin 10 yil xususiy firmada ishlagan. Zavod davridagi mehnat daftarchasi to'liq, lekin xususiy firmadagi yillar bo'yicha ma'lumotlar tizimda to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar u pensiyaga chiqishidan oldin onlayn tekshirib ko'rmasa, pensiya tayinlash vaqtida 10 yilning bir qismi ko'rinmay qolishi ehtimoli bor. Natijada pensiya miqdori kutilganidan kamroq chiqadi. Keyin u arxivga murojaat qiladi. Sobiq ish beruvchini qidiradi, hujjatlarni tiklaydi. Bu esa vaqt oladi. Agar u buni oldindan tekshirsa, muammoni pensiyaga chiqmasdan turib hal qilishi mumkin. Ikkinchi misol. Dilbar opa allaqachon pensiya oladi. U har oy kartasiga ma'lum miqdorda pul tushishini ko'radi. Lekin nega aynan shu miqdor deb hech qachon tekshirmagan. Bir kuni qo'shnisi bilan gaplashib qoladi. Qo'shnisining ish staji o'xshash, lekin pensiyasi biroz yuqoriroq. Bu yerda darhol menga kam berishyapti deb xulosa qilish to'g'ri emas. Chunki ish haqi, staj, imtiyozli davrlar farq qilishi mumkin. Ammo Dilbar opa onlayn tekshirsa, kamida o'ziga tayinlangan pensiya miqdori va to'lov holatini ko'radi. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga rasmiy so'rov yuborishi mumkin. Uchinchi misol. Sardor 35 yoshda, hali pensiya haqida o'ylashga erta deb hisoblaydi. Lekin u so'nggi 8 yil davomida turli joylarda ishlagan. Bir joyda rasmiy, bir joyda norasmiy, bir joyda yarim stavka. Bugun u onlayn ravishda
o'z mehnat faoliyati va rasmiy ma'lumotlarni tekshirishni boshlasa, kelajakda katta muammolarning oldini oladi. Chunki pensiya masalasida eng katta xato shuki, odamlar faqat pensiya yoshiga yetganda hujjat qidirishni boshlaydi. Aslida esa mehnat faoliyati davomida ma'lumotlarni nazorat qilib borish ancha oson. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, mehnat faoliyatida ko'p joy almashtirganlar. Ikkinchidan, 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlaganlar. Chunki o'sha davr hujjatlari ayrim hollarda arxivlarda korxonalar tugatilgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, familiyasi o'zgargan ayollar, masalan, turmush qurgandan keyin pasport ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa. To'rtinchidan, chet elda ishlagan yoki uzoq muddat norasmiy ishlaganlar. Beshinchidan, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya kabi alohida asoslarda pensiya oluvchilar. Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi? Agar siz butun umr bitta yoki bir nechta rasmiy tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi barcha hisobotlarni vaqtida topshirgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odam hamma narsa joyida deb o'ylaydi. Lekin tizimda bir yil noto'g'ri ko'rsatilgan yoki ish haqi davri to'liq aks etmagan bo'ladi. Endi pensiya miqdorini onlayn tekshirish uchun nimalar kerakligini aytaman. Sizga avvalo internetga ulangan telefon yoki kompyuter kerak. Keyin shaxsni tasdiqlash uchun pasport yoki ID karta ma'lumotlari JSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Bu raqam odatda pasport yoki ID kartada ko'rsatiladi. Shuningdek, OneID tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Agar siz ota-onangiz uchun tekshirayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi va ayrim hollarda ularning telefon raqamiga keladigan SMS kod kerak bo'lishi mumkin. Chunki shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan, har kim boshqa odamning pensiya ma'lumotini bemalol ko'ra olmaydi. Birinchi qadam MyBongov. Uz portaliga kiring. Brauzerga myBongov.uz deb yozasiz. Telefon orqali ham kirish mumkin, kompyuter orqali ham. Agar internet sekin bo'lsa, sahifalar biroz kech ochilishi mumkin. Shoshilmang. Rasmiy portal manzilini to'g'ri yozing. Chunki shaxsiy ma'lumotlarni kiritayotganingizda soxta saytga tushib qolmaslik juda muhim. Manzilning to'g'riligini tekshiring. Begona havolardan kirishda ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam, OneID orqali tizimga kiring. Agar sizda OneID akkaunt bo'lsa, login va parolni kiritasiz. SMS tasdiqlash bo'lsa, kodni yozasiz. Agar akkaunt bo'lmasa, ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishda telefon raqamingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari JSHIR talab qilinishi mumkin. Men maslahat beraman. Login va parolni qog'ozga hamma ko'rinadigan joyga yozib qo'ymang. Ayniqsa keksa ota-onangiz uchun akkaunt ochayotgan bo'lsangiz, parol xavfsiz bo'lsin. Lekin o'zingiz eslab qoladigan tarzda saqlang. Uchinchi qadam, qidiruv bo'limidan pensiya bilan bog'liq xizmatni toping. Portalda xizmatlar nomi vaqt o'tishi bilan biroz o'zgarishi mumkin, lekin odatda pensiya jamg'armasi. Pensiya miqdori, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar kabi so'zlar bilan qidirish mumkin. Sizga kerak bo'lgan xizmat pensiya miqdori, pensiya tayinlanganligi, to'lov holati yoki shaxsiy ma'lumotlarni ko'rish bilan bog'liq bo'ladi. Agar bir nechta xizmat chiqsa, ularning tavsifini o'qing. Maqsadingiz sizga hisoblangan pensiya yoki to'lovlar bo'yicha ma'lumotni olish. To'rtinchi qadam, arizani yoki so'rovni shakllantiring. Ayrim xizmatlarda ma'lumot avtomatik chiqadi, ayrimlarda esa elektron so'rov yuboriladi. Shaxsiy ma'lumotlaringiz tizimdan avtomatik tortilishi mumkin. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR. Manzil va telefon raqami to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Agar xatolik ko'rsangiz, e'tiborsiz qoldirmang. Chunki kichik yozuv xatosi ham keyingi bosqichlarda muammo tug'dirishi mumkin. 5-qadam. Natijani ko'rgin yoki javobni kuting. Agar xizmat real vaqt rejimida ishlasa, pensiya miqdori yoki tegishli ma'lumot darhol ko'rinadi. Agar so'rov yuborilsa, javob shaxsiy kabinetingizga keladi. Ba'zan SMS yoki elektron pochta orqali xabarnoma ham bo'lishi mumkin. Natijada siz pensiya miqdori, tayinlangan sana, to'lov turi, ayrim hollarda to'lov holati haqida ma'lumot olasiz. Men har doim natijani telefoningizga skrinshot qilib saqlab qo'yishni yoki PDF shaklida yuklab olishni maslahat beraman. Bu keyin taqqoslash uchun kerak bo'ladi. 6-qadam, bank kartangizga tushayotgan summa bilan solishtiring. Masalan, tizimda pensiya miqdori 1,801,000 so'm deb ko'rsatilgan bo'lsa, kartangizga har oy shunga yaqin summa tushayotganini tekshiring. Ba'zi hollarda ushlanmalar, qarzdorlik, aliment.
ijro hujjatlari yoki boshqa qonuniy chegirmalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta tushumi kam bo'lsa, darhol vahimaga tushmang, lekin sababini aniqlang. Bank ilovasida kirimlar tarixini ko'ring, to'lov sanalarini solishtiring. Agar tushum bir oy kechiksa yoki summa keskin farq qilsa, pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilish kerak. 7-qadam, agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. MyTogGabuz orqali murojaat yuborish, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yozma ariza berish yoki ishonch telefoni orqali maslahat olish mumkin. Arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Falon yillardagi ish stajim inobatga olinmagan deb hisoblayman. Falon korxonada ishlagan davrim tizimda ko'rinmayapti. Pensiya to'lovim karta tushumidan farq qilmoqda. Qanchalik aniq yozsangiz, javob ham shunchalik aniq bo'ladi. Birinchi nozik jihat, pensiya miqdori va karta tushumi har doim bir xil ko'rinmasligi mumkin. Chunki ayrim hollarda to'lov sanasi oy boshida yoki oy oxirida bo'ladi. Bank tizimida kechikish bo'lishi mumkin. Dam olish yoki bayram kunlari sabab pul keyinroq tushishi mumkin. Agar 1-2 kun farq bo'lsa, bu har doim xato degani emas. Lekin summa doimiy ravishda kam tushsa, bu albatta tekshirilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ish staji faqat men ishlaganman degan gap bilan tasdiqlanmaydi. Pensiya tizimi uchun hujjat kerak. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha elektron ma'lumotlar muhim. Masalan, odam 7 yil bir do'konda ishlagan, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda rasmiy ishlash, ish shartnomasini talab qilish, maoshning rasmiy ko'rsatilishini nazorat qilish kelajak pensiyasi uchun juda muhim. 3-nozik jihat, familiya o'zgarishi. Masalan, ayol kishi qizlik familiyasi bilan eng yil ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Agar hujjatlar o'zaro bog'lanmagan bo'lsa, ayrim davrlarni tasdiqlashda savol tug'ilishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Men tavsiya qilaman, pensiya yoshiga yetishni kutmasdan barcha hujjatlaringizdagi ism, familiya mosligini tekshirib chiqing. 4-nozik jihat, korxona tugatilgan bo'lsa, ko'p odamlar men ishlagan korxona allaqachon yopilgan, endi nima bo'ladi deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotlari muhim bo'ladi. Korxona tugatilganda uning hujjatlari davlat arxiviga yoki tegishli tashkilot arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Siz arxivdan ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Onlayn tekshiruvda ma'lumot ko'rinmasa, aynan shu yo'l bilan hujjatni tiklash talab qilinadi. 5-nozik shart, chet elda ishlagan davrlar. Agar fuqaro boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi xalqaro shartnomalar, rasmiy ish holati va hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, odam Rossiyada yoki boshqa davlatda bir necha yil rasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ma'lumot avtomatik tarzda O'zbekistondagi pensiya hisobiga tushadi deb o'ylash xato. Bunday holatda alohida hujjatlar, tasdiqlar, tarjimalar yoki tegishli organlar orqali ma'lumot talab qilinishi mumkin. 6-nozik jihat, pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar. Ayrim fuqarolar pensiya tayinlangandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ayrimlarda yangi hujjatlar topiladi. Ayrimlarning imtiyozli davrlari keyin tasdiqlanadi. Bunday vaziyatlarda pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik har doim darhol amalga oshadi deb o'ylamaslik kerak. Siz rasmiy murojaat qilishingiz, asoslovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 7-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman. Tizimga kirib tekshirib beraman. Pasportingizni yuboring. SMS kodni ayting degan odamlarga ishonmang. UNID paroli, SMS kod, bank kartasi kodi hech kimga berilmaydi. Pensiya ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Agar kimdir sizdan kod so'rasa, bilingki bu xavfli. Farzand sifatida ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz ham, ularga tushuntiring. Telefoniga kelgan kodni begona odamga aytmasin. Men sizga aniq tartibni tavsiya qilaman. Birinchi ish, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSS shir, telefon raqami, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, agar bo'lsa ish haqi ma'lumotnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi yoki tegishli hujjatlarni bir joyga jamlang. Hujjatlarning rasmiga olingan yoki skaner qilingan nusxalarini telefoningizda alohida papkada saqlab qo'ying.
Ikkinchi ish, MyBookUz orqali shaxsiy kabinetingizga kiring va pensiya bilan bog'liq xizmatlarni tekshiring. Agar o'zingiz kira olmasangiz, ishonchli farzandingiz, yaqin qarindoshingiz yoki davlat xizmatlari markazi xodimidan yordam so'rashingiz mumkin. Lekin parol va SMS kod masalasida ehtiyot bo'ling. Yordam berayotgan odam ishonchli bo'lishi kerak. Uchinchi ish, chiqqan ma'lumotlarni yozib oling. Pensiya miqdori qancha, qaysi sanadan tayinlangan, to'lov turi nima, bank kartangizga qancha tushyapti. Oxirgi 3 oyda tushumlar qanday bo'lgan, bularning hammasini solishtiring. Agar farq bo'lsa, farq summasini aniq hisoblang. Masalan, tizimda 1000 ming, 70 ming so'm ko'rsatilgan, kartaga esa 1000 ming, 620 ming so'm tushgan bo'lsa, 1 ming so'm farq bor. Bu farqning sababi ushlanma, qarzdorlik yoki texnik masala bo'lishi mumkin. Sababini bilmasdan turib xulosa qilmang, lekin tekshirishni ham kechiktirmang. 4-ish, staj bo'yicha shubhangiz bo'lsa, yillar kesimida ro'yxat tuzing. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, korxona nomi nima bo'lgan, lavozimingiz qanday, taxminiy ish haqi qancha bo'lgan, qo'lingizda qanday hujjat bor, bularni yozib chiqing. Masalan, 1997-1994 yillar zavod, 1935-2000 yillar maktab, 2002-2010 yillar xususiy korxona. Shu ro'yxat keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda juda asqatadi. 5-ish, rasmiy ariza matnini to'g'ri yozing. Arada his tuyg'u emas, faktlar bo'lsin. Men noroziman deyishning o'zi yetarli emas. Mening 1998 yildan 2003 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisobida aks etmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish ancha samarali. Agar ilova hujjatlar bo'lsa, ularni ham ko'rsating. 6-ish, javobni kuting va nazorat qiling. Murojaat yuborilgandan keyin unga raqam beriladi. Shu raqamni saqlang. Javob kelmasa yoki javob tushunarsiz bo'lsa, qayta murojaat qilish, yuqori turuvchi tashkilotga yozish yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat olish mumkin. Sizning maqsadingiz janjal qilish emas, aniq ma'lumot va qonuniy hisob-kitobni olish. 7-ish, pensiya ma'lumotlarini yiliga kamida 1 marta tekshiring. Ayniqsa pensiya oluvchilar uchun to'lov miqdori o'zgarishi, qo'shimcha to'lovlar, indeksatsiya, qayta hisoblash kabi holatlar bo'lishi mumkin. Pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlar esa kamida 2-3 yil oldin hujjatlarni tekshirishni boshlashi kerak. Bu eng oqilona yo'l. Chunki arxivdan ma'lumot olish, xatolarni tuzatish, eski ish joylarini aniqlash vaqt talab qiladi. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn tekshirish shunchaki qulaylik emas, balki o'z pulingizni, mehnatingizni va huquqingizni himoya qilish vositasi ekanini tushuntirdim. Asosiy yo'l oddiy. Rasmiy portalga kirasiz, ONID orqali tasdiqlanasiz, pensiya xizmatini topasiz, ma'lumotni tekshirasiz, bank tushumlari bilan solishtirasiz va xatolik bo'lsa, rasmiy murojaat qilasiz. Eng muhimi, buni kechiktirmang. Pensiya masalasida vaqtida tekshirilgan bitta hujjat keyinchalik oyma-oy qo'shimcha daromadga aylanishi mumkin. Agar sizda pensiya miqdorini tekshirishda savol tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi bosqichda qiynalyapsiz? Tizimga kira olmayapsizmi? Staj ko'rinmayaptimi yoki karta tushumi farq qilyaptimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini osonroq himoya qiladi.